Har yangi obnovleniyada bilsanglar mana shunaqa animatsiyali dasturlarni kelyapti. Keling, shuni birga bajaramiz. Bizga kerakli bo'lgan narsalar: shooterlardan kalitcha va ебанутый состав. Bu kalitchani qanaqa olamiz desanglar, juda ham oson. Событияni ustiga bosamiz, keyin chap taraf tepadagi перейти tugmasi, особое испытание ustiga bosib, shu yerda 2 minutlik videoni ko'rib olsak bo'ldi. Bu kalt olganimizdan keyin inventarga o'tib, использовать tugmasini bosish esdan chiqmasin. O'yin boshlaganlardan keyin ekranida mana shunaqa pochta rasmi chiqqan bo'lsa, demak hammasi o'xshagan. Bu yerda qisqacha ma'lumot berib qo'ygan. Xullas, samolyotga chiqdik. Kartada mana bunaqa ikkita joy bor. Shu yoqqa birinchi bo'lib tushishimiz kerak. Birinchi qilgan ishimiz использовать tugmasini bosish. Buni bosib bo'lganimizdan keyin papkamizda xat paydo bo'lib qoladi. Bu xatni olib, ehtiyotkorlik bilan ikkinchi lokatsiyaga borib olishimiz kerak. Endi boyga xatni olib, shu joyga topshiramiz. Asosiy qiyinchilikdan o'tib oldik. Xullas, ko'p bir olasizlar, dasturlarni ham, animatsiya ham bajariladi. Endilikda men savol qilyapman. Nimaga haligacha videoga like va obuna tugmasini bosmadingiz? Tekin-ku bosib qo'ying. Bu videoni esa PUBG'da temingiz tashlab qo'ying. Bu ham o'rganib olsa, bechora qiynalib yurgandir. Bolalar, sezdilarmi, bilmadim, ataksiga